Shohrux aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Mani nimaga chaqirding? Tinchlikmi? Ochig'i, sizni ko'rgim keldi. Samira, Axir komada edingiz. Sizdan qanaqa xavotir olganimni bilmaysiz. Lekin mana hammasi joyida. Yana qarshimda turibsiz. mana ko'rding. Endi ketsam bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Shohrux aka, men nima qilishni bilmay qoldim. Oyim boshqa gap aytyaptilar. Dadam esa boshqa gap. Yuragimga quloq solingmi? Yoki aqlimgami? Men o'sha uyda siz borligingiz uchun yashayotgandim. Endi o'z uyimga qaytdim. Agar sizlarnikiga qaytib borsam, men faqat siz uchun boraman. Sizdan bir narsa so'rayman. Javob bering. Siz qaytishimni xohlaysizmi? Yaxshimisan? Kim u senga tashagan bola? Nima senga tashiydi? Hozir ko'rsatib qo'yaman ularga. Bir kishimi yoki ko'pmi? Tashqari turibdimi? Kirmadimi qo'rqoq, a? U men bilan. Sen bilan? Ha. Qani? Hech kim yo'q-ku. Bir o'zing kelding-ku. Bilasanmi? Jahlimni chiqargan odam o'zim. O'zim bilan o'zim urushib qoldim. Bugun uni ta'zirini berib tarbiyalab qo'yishim kerak. Ruxsat berasanmi? Bemalol. Rahmat. Mumkinmi? Boraver. Nimaga jimsiz? Gapiring. Nimaga javob bera olmayapsiz? Shohrux aka, men siz uchun uyga qaytaman deyapman. Uyga. Sizni yoningizga qaytaymi? Samira. Sani savoling mantiqsiz. Axir hammasini bilasan-ku. Nima, siz bu bilan seni yoqtirmayman demoqchimisiz? Axir meni yaxshi ko'rasiz-ku. Buni ko'zlaringizdan ko'rib turibman. Yoningizdan har o'tganimda ko'zingiz ko'zimga tushganida yuragingizni dukurlashi axir mengacha eshitiladi, Shohrux aka. Yana jimsiz. Axir sevgimiz uchun kurashishimiz kerak. Keling, yana Samarqandga qochib ketamiz. O'sha yerda baxtli yashaymiz. Nima dedingiz? Men hammasiga Sen qiz nimalar deyapsan? Ha? Shohruxga aytgan hamma gaplaringni eshitdim. Samarqandda yoqtirib qolgan yigiting shumidi hali? ha, oyi. Voy. Axir sen uni samarqandlik deganding-ku. Yo'q, oyi. Ular ham menga o'xshab Samarqandga aylanganib borgandilar. Dadam meni hayotimni hal qilganlarida juda ham xafa edim. Lekin taqdirimga rozi edim. Keyin kuyov bo'lib Shohrux aka uyimizga kirib kelganlarida ko'zlarimga ishonmagandim. Lekin to'ydan so'ng bular shunchaki ko'z bo'yamachilik uchun qilinganini bildim. Sen qiz hozir unga Samarqandga qochib ketaylik deding. Shunday deyishga uyalmadingmi? Qurib ketgur. Oyi,
Meni ham baxtli yashashga haqqim bor deb o'ylabman xolos. Uchur. Uchur. O'zingni yig'ishtirib ol. Buving hech narsani bilmasliklari kerak. Hammasini uyga borib gaplashamiz. Tushundingmi? O'zingni yig'ishtir. Ko'z yoshlaringni art. Tushundingmi? Allo, Farruh, yaxshimisan? Qalaysan, Shoh? Qayerdasan? Zaldaman. Ha, tinchlikmi? A'zoying buzuq. Men hozir oldinga o'taman. Bittasi jahlimni chiqardi. U bilan gaplashib olishim kerak. U deganing kim? Ishkalmi? Xolising oldinga boraman. Yo'q, o'zim boraman hozir oldinga. Ketyapman. Qani siz bu dorini tuzalishingiz uchun ichishingiz kerak. Voy. Nimaga tuflab tashlading, bolam? Achchiq, sho'rakam. Balki sizga shunaqa tuyulgandir. Bu unaqa sho'r dori emas. Yo'q, Siz uchun foydali. yo'q, Oling. yo'q. Shirin. Doris o'g'limga yoqmadi. Bo'ldi, majburlab bermang. Farid opa, bu achchiq dori emas. Mani bolam yolg'on gapirmaydi-ku. O'zingiz ichib ko'rganmisiz? Qayerdan bilasiz? Mayli, xohlasangiz hozir ichib ko'raman. Bu yomon dori emas. Nima bo'ldi? Rostdan ham sho'r ekan. Lekin bunaqa bo'lishi mumkin emas. Doringizni muddati o'tib ketmaganmi? O'g'limga o'zingiz ham bilmagan dorilarni beryapsizmi? Qaytib bunaqa qilganingizni ko'rmay. Bu giyohlardan tayyorlanadi. Achchiq yoki sho'r bo'lishi mumkin emas edi. O'zingiz ham icha olmadingiz-ku. Mani bolam qanday ichsin? Hoziroq to'kib tashlang. Xo'p bo'ladi. Uzr. Achchiq. Yaramas. Sen meni qizimni hayotini barbod qilding. Men Samirani senga uzatgan edim. Ana nogiron ukangga emas. Meni kechiring. Men Oyijon, unaqa qilmang bo'ldi. O'chir ovozingni. Senlarda nima haqqing bor meni qizimni taqdirini o'ynashga? Uyalmadinglarmi? meni kechiring. Kechirimingni pishirib ye. Meni qizimni hayotini buzib bo'lganingdan keyin kechirim so'raganing nima qilay? Vijdonsiz. Bo'ldi, oyi. Oldimga tush. Sen bilan uyda gaplashaman. Vijdonsiz. Yur. Nima qilib yuribsan mahallada sharbanda qilib? Menga qara. Shuncha vaqt o'sha uyda Shohruh uchun chidab keldingmi? Sendan so'rayapman, gapir. Yo'q, oyi. Siz o'ylagan hech qanaqa narsa bo'lmagan. Men dadamni lavzi uchun. Undan keyin esa sizni sog'ligingizni o'ylab qolganman. Shunaqa degin? Meni otangni o'ylaydigan bo'lsang, Shohruhga Samarqandga qochaylik deb aytasanmi? Oyi, hammasi siz eshitganingizdek emas. To'g'ri. Ba'zida ojizlik qilaman. Ko'nglimga quloq solib nimadir deyman. Lekin Shohruh aka meni ukasini ayolidek ko'radi. U meni kelini deb hisoblaydi. Bas qil. Shohruhni ham, uni oilasini ham xayolingdan chiqarib tashla. U oila bilan boshqa ko'rishmaysan. Boshqa u xonadonga qaytib bormaysan. Tushundingmi?
Uf.